Madrid ko'chalarida motam. Ular oxirgi marotaba qachon g'alaba qozonganliklarini ham yaqin orada esdan chiqarib qo'yadilar. Lekin ularning sobiq futbolchisi Cristiano Ronaldoning uyida esa to'y. Chunki u Juventus darvozasiga kiritgan golini yana takrorladi. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang, chunki kecha tunda bo'lib o'tgan jahon futbolidagi voqealar haqida gaplashamiz. Va albatta iltimos qilib qolgan bo'lar edimki, ushbu videorolikka bizlar uchun tekin bo'lgan bittadan layklarni bosib qo'yishingizni. Do'stlarim, keling Elche hamda Real Madrid bahsi haqida gaplasha qolaylik va suhbatimizni shu bahsdan boshlaylik. Chunki oldin yomon xabar, keyin esa yaxshi xabar deganlarday. An'anaga sodiq qola qolaylik. Do'stlarim, Ispaniya La Ligasining 13-turida Elche klubi o'z uyida Madridning Real klubini qabul qildi va 2-2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. Va obyektiv tomondan fikrlaydigan bo'lsak, menimcha uchrashuvdagi hisob adolatli ko'rinishda. Va balkim agar Real Madrid muxlisi bo'lmaganimda, menimcha Elche g'alabaga haqli edi degan fikrni ham bildirishim mumkin edi. Hisobni dastlab Elche klubi ochdi 53-daqiqada va shundan keyin Real Madrid uyg'onish haqida eslab qoldi va birdaniga Xavi Alonso 3 ta almashuvni amalga oshirdi. Keyin esa sekin-astalik bilan ushbu almashuv faqatgina 78-daqiqaga kelib ish berishni boshladi. 78-daqiqada qirollik klubi hisobni tenglashtira olgan bo'lsa, ya'ni 1-1. Va mening shaxsiy fikrimcha, albatta bu yerda gol bekor ham qilinishi kerak edi, lekin bosh hakam VARni tomosha qilishga ham bormadi. Chunki ushbu vaziyatda Jude Bellingham to'pni qo'li bilan o'ynagan edi. To'pni qo'li bilan o'ynagan edi desam biroz noto'g'ri bo'lar. To'p uning qo'liga kelib tekkandi. Lekin futbolda shunday qonun-qoida borki, hujumdagi futbolchining qo'liga to'p tegadigan bo'lsa, har qanday holatda ham o'yin to'xtatilar edi. Men bilgan zamonaviy futbolda. Lekin ushbu bahsda uchrashuvni boshqarib borayotgan bosh hakamlar to'p dastavval Elche klubi himoyachisiga tegib, keyin Jude Bellinghamga qisqa masofadan borib tekkanligi uchun penalti. Kechirasizlar, penalti emas, Jude Bellinghamni qo'li bilan o'ynamagan deb topdi va golni bekor qilmadi. Real Madridning ushbu golidan keyin Real Madriddan ochig'ini aytsam, katta bosim va kuchli hujum kutgan edim, lekin aksincha Elche deganlari taslim bo'lmadi va Elchening o'zi Realni ezg'ilashga harakat qilaverdi va shu sababli 84-daqiqada adolatli tarzda gol ham kiritib, yana hisobda oldinga chiqib oldi. Oradan ro'paraso 3 daqiqa o'tib esa Jude Bellingham yana hisobni tenglashtirdi. Mening shaxsiy fikrimcha, ushbu vaziyatda ham gol bekor qilinishi kerak edi. Chunki Vinicius Junior o'zining tizzalari bilan darvozabonning yuziga yaxshigina zarba bergandi. Bu vaziyatda ham bosh hakam na ushbu vaziyatga e'tibor qaratdi va na VARni tomosha qildi. O'yinning asosiy vaqti deyarli tugab qolgan vaqtda esa Fran Garsiada gol kiritish uchun ajoyib vaziyat bo'ldi, lekin uning kalta oyoqlari to'pga yetib bormadi. Va hisob 2-2ligicha nihoyasiga yetdi. Va turnir jadvalida 32 ochko bilan birinchi o'rinda qoladigan bo'ldi. Mag'lubiyatga, kechirasizlar, durang natijaga qaramasdan, chunki Barselonada 30 bitta, ya'ni Real Madriddan bitta kam ochko qoldi. Sizni bilmadim-ku do'stlarim, lekin mening shaxsiy fikrimcha Real Madrid bunaqangi o'yini bilan na Ispaniya La Ligasida va na Yevropa Chempionlar Ligasida zafar qucha olmaydi. Yana bilmadim, balkim yangi yil ta'tilidan so'ng barchasi o'zgarib ketar. Endi esa do'stlarim, safarimizni Osiyo qit'asiga qaratsak, chunki ushbu qit'ada Cristiano Ronaldo to'p suradi va qolaversa ushbu bahsda, ya'ni Al-Halijga qarshi bahsda u shedevr gol kiritdi. O'z umuman olib qaraganda ushbu bahsda faqatgina shedevr gollar kiritildi. Barcha gollar jarima maydonchasi tashqarisidan kiritildi. Faqatgina Sadio Manening goldan tashqari, lekin Sadio Manening goli ham juda ham chiroyli chiqdi. Lekin Cristiano Ronaldoning goli barcha
ikkitasi birda degan reklama bor-ku, yo'q, uchtasi birda degan. Nescafe uchtasi birda. Chunki ushbu golda shedevr ham, fantastika ham, san'at asari ham bor edi. Do'stlarim, Cristiano Ronaldo 2018-yilda Juventus darvozasiga mana shunday gol kiritgan edi. Hozir 2025-yilligini inobatga oladigan bo'lsak, o'sha golga ham naqd 7 yil bo'libdi. 7 yil o'tib esa Ronaldo mana shunday golni yana urishning uddasidan chiqdi va mingtalik dovon sari yana bir qadam yaqinlashdi. Albatta, ushbu bahsda Joao Felix, Sadio Mane va boshqalarning goli haqida ham gaplashsak bo'ladi, lekin ochig'ini tan olaylik. Kechirasizlar, ochig'ini tan olaylik. Ushbu videorolikni aynan Ronaldo sabab tomosha qilib turibsiz. Shuning uchun keling Ronaldo haqida gaplashamiz, uni maqtaymiz va maqsadga o'ta qolamiz. Ronaldo qarimayapti. Albatta, qariyapti. Bu shunchaki hujjat tomonidan, lekin amalda va jismonan esa biz buning aksini ko'ryapmiz. Va qolaversa, va nihoyat ushbu mavsumda An-Nasr Ronaldo bilan chempion bo'ladiganga o'xshab ham ko'rinmoqda, chunki ular eng yaqin ta'qibchilaridan, ya'ni Saudiya Arabistoni musobaqasida naqd 5 ochkoga ilgarilab ketdilar. Albatta, ushbu chempionatda ham bor yo'q 9 ta tur o'tkazildi. Chempionlik haqida gapirishga hali erta, lekin endi An-Nasr yaqin ta'qibchilarini oldinga qo'yib yubormasa kerak, yana bilmadim. Kelinglar, qo'yinglar, shu Ronaldo ham An-Nasr bilan ham bir chempion bo'lib sovrin qo'lga kiritib olsin. Do'stlarim, bunday shedevr gol bilan Cristiano Ronaldoning muxlislarini albatta tabriklab qolaman, shaxsiy muxlislarini. Real Madrid hamda Elche jamoalari o'rtasidagi 2-2 natija bilan esa Barselona klubi muxlislarini tabriklab qolaman. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.